Navoiyda bugun shousining birinchi g'olibimizni ofisimizga taklif qildik. Bugun mana shu $100 egasini shaxsan o'zimiz ko'rishib tabriklaymiz. Mana g'olibimizning akkauntlari. Hozir tekshiramiz. Mana 14-noyabrda barcha postlarimizni repost qilganman. 800 ga bo'lishimiz bilan mana shu $100 egasini Do'stlar, barchasi mana ko'rib turganingizdek haqqoniy bo'lgan. Tabriklaymiz. Bugun siz 800 ga bosqichidagi birinchi sovrin g'olibisiz. Rahmat. O'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor ismim Ra'no. G'olib bo'laman deb o'ylaganmidingiz? Umid qilgandim. Lekin shartlarni bajarib qo'ygandim. Endi u yog'i nasib deb qo'ygandim. Do'stlar, o'yin haqqoniy bo'lish uchun jonli efirda aniqlagandik. Mana bugun $100 ni o'z egasiga topshiryapmiz. Marhamat. Rahmat. Nadxur tomonidan bokslarimiz. Rahmat. Do'stlar, ertadan boshlab har kuni pul sovg'alarini tarqatamiz. Izoh qoldiring, do'stlaringizni belgilang va albatta aktiv bo'ling. Keyingi yutuq egasi aynan siz bo'lishingiz mumkin.